A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan İbn Majah dersining davomi, muqaddima qismining davomi 20 hadis. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. U mundaq deydi: "Iza haddastukum an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam hadisan fazannu bihi allazi huwa ahnahu va ahdahu va atqahu." Bu asarda Ali radhiyallohu anhu shundoq deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sizlarga bir hadis so'zlab bersam, fazunnu bihi, yani jazmiyat qilinglar" deb tarjima qilamiz. Mishqa deganda zan degan ba'zi shak ma'nosini bildirdi, ya'ni ikki taraf tang bo'lish, va ba'zida rujhan ma'nosini bildirdi, ya'ni tarjih, ya'ni ikki ehtimollikninki birisi kuchlik bo'lish, kuchli ko'z qarash degan gap. Undan boshqa yana jazmiyat, ya'ni 100% jazmiyat bo'lmasimi kuchlikroq bo'lgan bilishni ko'rsatadi. Ba'zida jazmiyatning ko'rsatadi, ya'ni 100% jazm qilish yaqinni ko'rsatadi. Bu yerda jazmiyat qilinglar deb olamiz. Ya'ni payg'ambar alayhisolamning hadislarini sizlar ergishishga eng yaqin, to'g'riga eng yaqin va eng taqvodorlik deb o'ylanglar, ya'ni jazmiyat qilinglar. Ali radhiyallohu anhuning demoqchi bo'lgani payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbat berilgan xabar, mayli sharkiti bo'lsin yoki so'zlari bo'lsin, ikki xil ma'noni o'z ichiga olgan bo'lib qolsa, sizlar buni eng yaxshi tarafga olib boringlar. Eng yaxshi taraf u bo'lsa-mu, eng taqvodorlik va to'g'riga eng yaqin bo'lish. Chunki suyimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har qandaq yaxshilik bo'ladi ekan, ummatni shu yaxshilikqa ko'rsatib qo'ygan, boshlab qo'ygan. Qandaqli yomonlik bo'ladi ekan, payg'ambar alayhisalom bu yomonlikdan ummatni ogohlantirgan. Shuning uchun bir qancha xil ma'noni o'z ichiga olish mumkinchiligi bo'lgan hadis yetgan kishi buning ma'nosini Qur'on va boshqa sahih sunnatlarga muvofiq va ijmoga muvofiq tarafga burab jazmiyat qilish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ikki xil ma'noni bildiradigan hadislar yetgan kishi buning ma'nosini Qur'on sunnatga muvofiq holatda, muvofiq bo'lgan tarafiga jazmiyat qilish vojib bo'lgan bo'lsa, albatta Qur'on Karimning oyatlari haqida-mu, masalan, uning o oyat tushuniksiz bo'lib qolsa yoki ba'zi oyatlar bilan ba'zi oyatlar yoki oyatlar bilan hadislar zid kelib qolgandek, buni tushuncha bergan vaqtida u kishi moslashtirish kerak va bu Qur'on sunnat hammasiga o'xshashlar, shundoq eng yaxshi tarafini, to'g'ri tarafini jazmiyat qilish kerak. Agar tushunolmasa, bildigan ahli ilmlardan so'rash kerak. Hargizmi Qur'on oyatlarini yoki sunnat hadislarni bir-biriga yoki hadislar bilan oyatlarni bir-biriga so'qashtirib, zid keladigan deb buni qilmaslik kerak. Chunki bunday qilish, ya'ni naslarni bir-biriga so'qashtirish zid keladigan deb ba'zilariga ergashib, ba'zilariga ergashmaslik, bunday qilish ilgirki ummatlarning halok bo'lishiga sabab bo'lgan. 21 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan uning mundaq deganligini rivoyat qilgan. La a'rifanna ma yuhaddasu ahadukum anni al-hadisa wa huwa muttaki'un ala arikatihi fa yaqulu iqra Qur'anan ma qila min qawlin hasanin fa ana qultuhu. Men shunda bir kishini tunimayman deydi. Ya'ni mendan sizlarning biringlarga bir hadis so'zlab berilsa, ana u kishi o'ziningki o'rindiqiga yo'linib o'ltirib Qur'on o'qigan deydigan mundaq kishini men tunimayman. Qandaqliki bir yaxshi so'z deyilgan bo'lsa, men uni degan. Ba'zi rivoyatlarda la a'rifanna ning o'rniga la alfiyanna deb kelgan. Ya'ni bayqamayman. La a'rifanna degi nun saqila, tashdidlik nun ta'kidni bildirdi. Ya'ni qat'iy tunimayman deganlik bo'ldi. La a'rifanna ma yuhaddasu. Bu yerdagi ma mal masdariya, ya'ni masdarning ma'si, ya'ni bu yerdagi ma'na la a'rifanna an yuhaddasu ahadukum. Bu yerda maf'ul lozim bo'lgani uchun bu yerda an bo'lish kerak. An o'rnida deb tushunsak bo'ldi, ya'ni masdar bo'lib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu hadisda shundaq bir kishilarning keldiganligini oldin ola xabar qilyotdi. Ya'ni bir kishiga hadis so'zlab berilsa, u hadisni inkor qiladi yoki bo'lmasa ishonmaydi, qabul qilgisi kelmaydi. Sen bu hadisni Qur'onga sepib baqqin. Qur'onni o'qib ber menga. Bu Qur'onga
uyg'un kelamdu, kelmamdu deydi. Uning bahanasi uningdan o'zining havoyi havasiga muvofiq kelganini elish, muvofiq kelmaganini bo'lsa tashlashdan iborat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Payg'ambar alayhissalomning hadislarini inkor qiladigan Qur'onchilardan iborat toifaning kelgusida chiqadiganligini oldin ola xabar berish bilan birga bularga yana qat'iy tunimayman, bu odamlarni topmayman deyish orqali va ta'kidlash orqali bularni qattiq ogohlantiryotdi. Bu hadisdagi maqila min qawlin hasanin fa ana qultuhu degan so'z Payg'ambar alayhissalomning so'zi bo'lishi mumkin. Va yana shu hadisdagi o'zining o'rindiqiga yo'linib o'ltirib turib hadisni inkor qildigan bu kishining so'zi bo'lishi mumkin. Ya'ni u o'zidan maqtanib turib, qanday yaxshi gap bo'lsa men qilaman deb o'zini maqtab turib degan so'zi bo'lishi mumkin. Bu hadis da'if hadis, lekin ma'nosi shuningga o'xshaydigan, mushkil ma'nodagi, masalan, yushiku an yaq'uda ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddasu bi hadisin min hadisi fayaqulu baynana baynakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu. degan shu hadislar va sahih hadis. Ya'ni ma'nosi boshqa sahih hadislar bilan o'xshash, ma'nosi o'xshab ketadi. Bu hadisdan olingan foydalar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarining ahamiyati, ya'ni ahamiyati nihoyat zo'r. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga, hadislariga e'tibor qilish, ulug'lash. Yana bir foydasi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalar zamonida yuz bermagan ishlarni, kelgusida yuz bergan ishlarni oldin ola xabar berishi. Bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarlik dalolatlarining qatoridan hisoblanadi. 22 hadis. Bu yerdagi tirnoq ichidagi ha degani tahvilul isnad, ya'ni isnadning yo'tkilishi degan gap. Ya'ni bu hadis ikki yo'ldan rivoyat qilingan deganlik bo'ldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ma'lum bir kishiga mundaq dedi: "Ya bana akhi, ey qarinishimning bolasi, iza haddastuka an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam hadisan, fala tadrib lahu al-amsal." Agar men sana Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan hadis so'zlab bersam, sen uningga misol keltirma. Musulmon kishi Alloh taolaning buyruqlarini va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini qabul qiladi. Allohning buyruqlari va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga qabul qilish, rozi bo'lish va qarshi chiqmaslik, taslim bo'lish, Alloh va Allohning payg'ambariga bo'ysunish bilan muomala qiladi. Bu asardagi bir kishi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu ni ko'rsatdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu uningga Payg'ambar alayhissalomning tavaddau mimma ghayyaratin naru deganligini so'zlab bergan. Ya'ni Payg'ambar alayhissalom o't o'zgartayotgan narsadan tahorat elinglar dedi degan. Ya'ni o't tegib, o'tni o'zgartgan, ya'ni o'tda pishirilgan taomlarni yegandan keyin namoz o'qish uchun tahorat elinglar degan deb bu hadisni so'zlab berganda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Abu Hurayra radhiyallohu anhuga atawaddau minal hamim, men issiq suvda tahorat olamangu degan. Uning bu gapidan issiq suvda tahorat olgandan keyin mush hadisga asosan sovuq suvda yana bir qatim tahorat elishim kerak bo'ladi-ku degan gap chiqadi. Amaliyotda bu hadisning ma'nosi o't pishirilgan narsalarni yegandan keyin namoz o'qimoqchi bo'lsang tahorat olsa deganlik bo'ldi. Hargizmi o'tda qizitilgan suvda tahorat olgandan keyin yoki yuyingandan keyin yoki o'z ko'zingni yuvgandan keyin endi tahorat olsa degan gap chiqmaydi. Bu yerda hozir yeyishning gapini qilyotdi. Garchi bu hadis mansub ketgan bo'lsa-mu, Abu Hurayra radhiyallohu anhuning demoqchi bo'lgani, garchi Payg'ambar sallallohu bu hadisi mansub ketgan amaldan qolgan hadis bo'lgan taqdirda ham bu Payg'ambar alayhissalomning hadis bo'lganligi uchun sen Payg'ambar alayhissalomning hadisini ulug'lashing kerak. Payg'ambar alayhissalom bunda dedi degan vaqtimda sen uning misol keltirib hadislarni bir-biriga so'qashtirib bunda qilmasliging kerak deb nasihat qilyotdi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari sharoit tufaylidan xuddi Qur'onning ba'zi oyatlari mansub bo'lgandek, ya'ni amaldan qoldirilgandek, Payg'ambar alayhissalomning hadislari mo mansub bo'lgan, amaldan qoldirilgan. Lekin mansub bo'lib ketgan hadislarmi rivoyat qilindi va uni amaldan qoldiruvchi hadislar yoki amaldan qoldiruvchi oyatlar ham rivoyat qilinadi o'xshashlar.
Yani nasih va mansukh hammasi o'xshash rivoyat qilindi. Hammasiga o'xshash hurmat e'tibori bilan, ulug'lash e'tibori bilan muomala qilishimiz kerak. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuning demoqchi bo'lganimi dal shu ma'no bo'lishi mumkin. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan mansukh bo'lib ketganlari bor va nasixlarini rivoyat qilishimiz kerak. Nasixlar ham bor demoqchi bo'lishi mumkin. yoki Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuga kana akhiral amrayni min Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam tarkul wudu'i mimma ghayyaratin nar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oxirgi ishi o't tekkan narsadan, o't pishirgan taomdan tahorat ilishni tark etgan degan mushu hadis yetgan bo'lishi mumkin. Chunki biz sahobalarning hammasidan yaxshi gumon qilishimiz kerak. Radhiyallohu anhum. Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuning o'zining ra'yi bo'yicha payg'ambar alayhisolamning hadisiga e'tiroz bildirish hargiz mumkin emas. Uning demoqchi bo'lgani radhiyallohu anhu bu hadis amaldan qoldirilgan. Bu hadisni so'zlagan vaqtimizda amaldan qoldiruvchi hadisni ham qo'shib rivoyat qilishimiz kerak yoki bo'lmasa keyingi hadis yetgan bo'lg'achqa shu ma'noda shuni degan bo'lishi mumkin. 3-bob babu tavaqqi fil hadisi an Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilganda noiti ehtiyot qilishning bobi. 23-hadis Amr ibn Maymundan rivoyat qilindiki, undaq deydi: "Ma axta'ani ibn Mas'udin ashiyata khamisin illa ataytuhu fihi." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payshanba kashf bo'lsa, men xato ketmaydi degani, men uning bilan uchrashmay qolmaydim degani. Ya'ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu balkim uning qishiga berishi mumkin. Agar bo'lmay qolsa, u o'zi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuni izlab berishi mumkin. Ya'ni har payshanba kashf bo'lsa, ular ikkisi uchrashish degan. U shunday deydi: "Men Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning li shay'in degani har qanday bir kishiga degan gapni bildirdi. Hech kimga qat'iy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deganligini anglab baxmadim." Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini boshqalarga rivoyat qilmagan. U ravi mundaq deydi: "Bir kuni kashda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi" deb shunda dedi-da peshini sangilatdi. U mundaq deydi yana: "Men uningga qarasam, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qarasam, u turgan holatda uningki ko'ynaklarining tugmalari yeshlab ketibdi, ko'zlari bo'lsa liq yoshga to'lgan va tumurlar ko'pab ketgan. U duna zalik, payg'ambar uningdan sal azroq degan yoki fawqa zalik, uningdan ko'proq degan yoki qariba min zalik, shunga o'xshash gap qilgan, avshabihan bi zalik. Payg'ambar alayhisalom shunga o'xshagan gapni qilgan dedi" deydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini boshqalarga so'zlab bermasligi uning ilmni yushirganligidan emas, balki biror so'zni ortiq kam qilib qo'yishidan yoki xato so'zlab qo'yishidan, asirganligidan, qo'rqqanligidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisiga bo'lgan ehtiyot va hurmatdan iborat. Shunga bu ravi rivoyat qilgandek bizga sifatlab bergandek, payg'ambar islomning hadisini rivoyat qilgan vaqtda uningki ko'ynaklarining tugmallari yeshilib ketgan, ko'zlari liq yoshga to'lgan, tumurlari shunday ko'pab ketgan va yana xato so'zlab qo'yishidan ansirab buningdan jiqroq yoki buningdan sal azroq yoki shuningga yaqin yoki shuningga o'xshagan degandek iboralarni qo'shib qo'ygan. Sahobalar hargiz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'ziga zid bo'lgan gapni hargiz qilmaydi. Ularning ansirgini, ularning rivoyat qilgani payg'ambar alayhisolamning so'zining ma'nisi bo'lib qolib, lafzi o'z ayni bo'lmay qilishdan ular ansirgan. Masalan, bir og'iz so'z yoki bir tal harf degandek. Ya'ni ma'nisi o'xshash bo'lsa-mu, garchi lafzi o'xshamay qilishidan ular ansirgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilib, hadisni so'zlab bo'lgan vaqtida "Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam" deydi ekan. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam degandek deb hadisni
lafzini o'z ayni rivoyat qilmay ma'nisi rivoyat qilib qo'yishidan ansirganlik. Bu hadisdan ilingan foydalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarini rivoyat qilganda qattiq ehtiyot qilish. 24-chi hadis. Bu hozir biz so'zlagan gapga Muhammad ibn Sirindan rivoyat qilindiki, Anas ibn Malik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilib, hadisni so'zlab bo'lgan vaqtida "Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degandek deb qo'yadi. Ya'ni lafzini o'z ayni so'zmi so'z, jumla harf deganmay qilib, ma'nisini rivoyat qilib qo'ygan bo'lishidan ansirab. 21-chi hadis. Abdurrahman ibn Abi Layla mundaq deydi. Biz Yazid ibn Arqamga bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis so'zlab bering desak, biz cho'ngib qoldik va unutib qoldik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis so'zlab berish degan aytib qattiq, buning vazni ig'ir dedi. Bu kishimi o'xshashla yeshining cho'ngib qolganligi sababidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarini unutib qilib, xato so'zlab qo'yishdan yoki ortiq kam so'zlab qo'yishidan ansirgan aytib qo'rqqan. Bunaq ahvol ostida boshqalar nima deb qolar? Meni kitobga qarab so'zildi deb qolarmi demasdan kitobga qarab turib o'qib rivoyat qilib bersa bo'ladi. Yod qilmizmi? 26-chi hadis. Abdullah ibn Abi Safar mundaq deydi, men Sha'biyning mundaq deganligini angladim. Men Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bilan bir yil o'tirib qopdim, ya'ni billa judim. Men uning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan biror narsa, biror hadis so'zlab berganligini anglamadim. O'xshashlar Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislariga bo'lgan hurmat va rivoyat qilishga qo'rqinish tufaylidan ko'p hadis rivoyat qilmagan. 27-chi hadis. Ma'mar ibn Tawusdan, dadasi Tawusdan rivoyat qilgan bo'lib, mundaq degan. Innama kunna nahfazul hadisa wal hadisu yuhfazu an Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fa amma iza rakibtumus sa'ba waz zalula fa hayhat. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu shundaq deydi. Biz hadisni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis yodlangan vaqtida shu holatda yodlaydik. Ammo sizlar har bir qiyin va oson, qulay hammasiga menga vaqtinglarda bu yerda hadisni udul kelgan hadislarni rivoyat qilishni, ya'ni ishonchsizligini tekshirmasdan rivoyat qilishni xuddi to'giga minishga o'xshatadi. Fa hayhata jiroq bo'lsin. Ya'ni ishonchsiz kishilardan rivoyat qilingan hadislarni rivoyat qilish va hadisni yodlashda bunday ishonchsiz kishilarga tayinish jiroq bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadislarni anglab yodlaydi va bu anglagan hadislarni biror gap so'z qo'shib qo'ymasdan yoki ilvatmasdan, kam qilmasdan boshqalarga so'zlab yetkazadi. Fitna oshkor bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yolg'onni to'qish maydonga keldi. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalariga ham yolg'onni to'qishdan iborat bu ish maydonga keldi. Kishilar hadis to'plashga boshladi, lekin ular bu hadisning qaysi ishonchlik, qaysi ojiz, qaysi to'qilma buni ayirmasdan to'playverdi. Bu hadisda tabi Bushayr ibn Ka'b al-Adawi degan tabi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuning qishig'i kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ko'plab hadis rivoyat qilishga boshladi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuga anglatish uchun. Ammo Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu buning hadislarini anglamadi va quloq solmadi va Bushayrga qarabmi qo'ymadi. Ya'ni Bushayrning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarini mundaq ko'plab rivoyat qilishdan iborat bu jur'atidan ajablanib, yoqtirmay diqqat qilmadi. Uningga parvom qilib qo'ymadi. Shuning bilan Bushayr Abdullah ibn Abbasning radhiyallohu anhu uningga parvom qilib qo'ymaganligidan ajablanib,
Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini sözlep bir bassam, siz bana pervam qilmadingiz, anglap mı qo'ymadingiz degan vaqtida İbn Abbas radhiyallahu anhu uningga sahabalarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahabalardan birasining payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilsa uni anglash uchun nihoyat aldirab bordiganligini anglaydiganligini so'zlab berdi. Chunki ular sahabalarning sunnatlarni, hadislarni bildiganligini, uni o'z o'rniga qo'ya oladiganligini va munosib vaqtda o'rgata oladiganligini va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qat'iy yolg'onni so'zlamaydiganligini va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan faqat anglaganni va haqiqiy bilgannilar ondan rivoyat qildiganligini deb berdi. Anan onunğa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yana falamma rakiban nasu sa'aba vazzalula dedi. Yani kişiler qiyin, qolay, hammaga minib ketdi degan bu bir o'xshash bayatini deb o'tgandek. Yani kişiler ilgari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'li ustida, sunnat ustida edi, to'g'ri yo'lda edi. Amma payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vafotidan keyin sahobalar zamonasining oxirgi vaqtlarida fitnadan keyin kishilar payg'ambar alayhisolamga yolg'on hadislarni to'qishga, sahobalar qarata yolg'on gap qilishga boshladi. Shuning bilan kishilar payg'ambar alayhisolamning hadislarini anglash va rivoyat qilishda ehtiyot qilgan bo'ldi. Uningga boshqa hadislarda kelgandek lam na'khuz minan nasi illa ma na'rifu dedi. Yoki bu hadis degandek hayhata dedi. Ya'ni biz faqat ishonchlik, biz biladigan hadis rivoyat qilishda ishonchlik bo'lgan kishilardan hadis qabul qilamiz. Udul kelgan odamdan hadis qabul qilmaymiz dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari haqiqatni bayon qiladi. Va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarata qilingan bo'htonlarga, yolg'onchiliklarga, yolg'on to'qilmalarga sukut qilmaydi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan hadis rivoyat qilishda uni isbotlash, tekshirish va ta'kidlashdan iborat haq yo'lni bizga bayon qilib berdi. Bu yerda hadis ilmidagi ilmul jarh va ta'dil bu ilmga ishorat bor. 28 hadis Qaraza ibn Ka'b'dan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bizni Kufaga avatdi va bizni uzutib, biz bilan birga mangdi. Ya'ni Sirar deyiladigan yergachilik biz bilan birga mangdi va mundaq dedi: Sizlar nima uchun sizlar bilan birga mangganligimni bilamsizlar? U mundaq deydi: Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobasi bo'lganlik hurmati, shuning haqqi va ansarlik haq uchun desak u, lekin men sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan bir hadis tufaylidan sizlar bilan birga mangdim. Sizlar bilan birga mangganligim uchun sizlarning u hadisni yodlab olishinglarni umid qildim. Chunki sizlar shundoq bir qavmga qarab ketyapsizlarki, ular Qur'on o'qisa, ularning ko'ksillarida ko'krak taraflarida xuddi qozon qaynagandagi ovoz chiqqandek, shunda ovoz chiqadi Qur'on o'qigan vaqtida. Agar ular sizlarni ko'rsa, sizlarga bu yo'llarni so'zidi va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari deyishib ketadi. Sizlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ko'p hadis rivoyat qilmanglar, hadis rivoyat qilishni ozlatinglar va men sizlarning sherikinglarman. Musulmonlarning imomi va mas'ul kishilar, ish ustidagilar ahli ilmlarni, olim ulamolarni insonlarni da'vat qilish uchun, ularga foydali bo'lgan, ular ehtiyojli bo'lgan narsalarni o'rgatish uchun kishilarga avatish kerak. Mana mo'minlarning amiri Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bu vaqtda biz uchun eng namunalik, eng yorqin misolni biz keltirib berdi. Qaraza radhiyallohu anhu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bizni Kufaga avatdi deydi. Kufa Iroqning mashhur shaharlaridan biri bo'lib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu kishilarni u yerdagi kishilarga Qur'on o'rgatish uchun va ularga dinni tushuntirish va dinni o'rgatish uchun avatgan. Va ular bilan xo'shish uchun Madinadan taxminan 5 kilometr yiroqlikdagi Sirar degan yergachilik ular bilan birga mengib ularni uzib chiqqan.
Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhu ulardan o'zining nima uchun ular bilan birga ularni uzitib chiqqanligini so'ragan vaqtda ular sahobilik haqqi va ansarlik haqqi uchun dedi. Demak, ular Madinadagi ayni vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sahoba bo'lgan va yordamda bo'lgan dinning yukini ko'targan muhojirlar, ansarlardan iborat. Ansarlar dinga yordam berganligi uchun, dinning yukini ko'targanligi uchun, muhim xizmatlarni, vazifalarini bajarganligi uchun muhojirlarga uy-joy berib yordam qilganligi uchun, ularga hurmat bildirish vojib bo'lganligi uchun Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu'ningki savoliga, ya'ni sababini so'raganda sahobilik haqqi, ansarlik haqqi sababidan bizni hurmatlab, biz bilan birga mangdingiz deb javob bergan. Umar ibn Xattab radhiyallohu anhuning lekin men degini sizlarning deganinglar to'g'ri, men sizlarni hurmatlab chiqdim, ham uningdan boshqa bir sabab bor. U bo'lsa-mu, men sizlarga bir hadisni so'zlab bermoqchi. Mening sizlar bilan mushagicha birga mang'anligim sababidan sizlar mushu hadisni esinglarda saqlab amal qilishinglarni umid qildim. Chunki Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu mo'minlarning xalifasi, sahobalarning kattasi ham yosh jihatdan cho'ng bo'lganligi uchun muhojirlar va ansarlar uni nihoyat hurmatlaydi. Shuning bilan birga ular bilan 5 kilometr kagidak yergachilik birga chiqishi, ularni uzitib chiqishi, albatta ularga hadis so'zlab bergan vaqtida uning hadisini texmi bak esda saqlab amal qilishga eng loyiq. Umar ibn Xattab radhiyallohu anhuning bu yerda so'zlab bermoqchi bo'lgan hadisi, albatta Umar ibn Xattab bu hadisni nihoyat muhim deb bilganligi uchun, ahamiyati zo'r deb bilganligi uchun. U deydiki, sizlar Qur'on o'qigan vaqtida ularning ko'kraklari xuddi qozondagi suv qaynab ketgandek ovoz chiqadigan, ya'ni yig'ilganlikdan, Qur'ondan ta'sirlanib yig'lab ketganlikdan shuna ovoz chiqadigan va sizlarni ko'rsa payg'ambar alayhissalomning sahobalari kelibdi deb bu yo'llarni so'zib ketadigan, ya'ni hurmatlab shuna so'zib ketadigan kishilarning qishiga ketib borsizlar. Chunki ular yangi iymon etgan kishilar bo'lgandan keyin shunday bo'lishi u aniq. Chunki yangi iymon etgan vaqtida iymoni kuchli bo'ladi, Qur'on anglagan vaqtida nihoyat ta'sir qiladi. Shuning uchun Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu bu yerda bu ansarlarni mushu sababdan, ya'ni ular sizlarni nihoyat hurmatlaydi, ham yangidan iymon etgan, yangidan dinga kirganligi uchun ular sizlardan hadis anglashga, Qur'on o'rganishga, hadis o'rganishga nihoyat ishtiyoq kuchli. Anglasaqlam bo'ladi deb oldinlarga yugurib keldi, bu yo'llarni suzudi. Sizlar bularning shu ishtiyoqi qarab, bularning shu taqvodorligiga qarab, dinga bo'lgan muhabbatiga qarab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ko'p hadis rivoyat qilmanglar. Umar ibn Xattab radhiyallohu anhuning irod qilmoqchi bo'lgani balkim ular hadisni ko'plab anglashga, hadis o'rganishga birlab ketib, Qur'on o'rganishdan mashg'ul bo'lib qolmasin. Qur'on o'rganishdan iborat bu katta ibodat, amal ibodatga sal qarilib qolmasin deganni irod qilmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Va ana sharikukum. Va men sizlarning sherikinglar. Ya'ni sizlar shunday qilsanglar, ajr savobda men sizlar bilan sherik bo'laman. Chunki buning sababi yaxshilikni boshlab qo'yg'uchi, boshqalarni yaxshilikka ko'rsatib qo'yg'uchi, yaxshilikni unduguchi, ajr savob jihatdan boshqalarning ajri kamayib ketmasdan o'xshash ajrga erishadiganligi uchun. Bu hadisdan ilingan foydalar Qur'on ilmiga sal qarilib qolmasligi uchun hadis rivoyat qilishni aziltishga qiziqtirish. Ikkinchi, Umar ibn Xattab radhiyallohu anhuning nihoyat kamtarligi, chunki u o'zi ahli ilmlarni o'zitib qo'yish uchun o'zi bevosita chiqdi. Uchinchi, Qur'on Karimga ching esilish. Agar Qur'on Karim ilmi unutilib ketadigan, bunda ahvol bo'lib qolsa, sal qarilgan ahvol bo'lib qolsa, Qur'on bilan mashg'ul bo'lish, boshqa ilmlarga qaraganda Qur'on bekroq ko'ngil bo'lish. 29-hadis. Saib ibn Yazid mundaq deydi: Men Sa'd ibn Malik radhiyallohu anhuga Madinadan Makkaga hamroh bo'ldim, suhbatdosh bo'ldim. Men uning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis rivoyat qilganligini anglamadim.
Bu babda sahabilarning Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rivoyat qilganda nəhayət ehtiyotchanlik qilganligidan hadis nəhayət az rivoyat qilganligi so'zlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam liyablugha shahidu al-g'aib. Mening hadislarimni anglamaganligi yetkizsin degan tursa, bu qandaq ish? Sahabalar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini shuncha ehtiyot qilib, nəhayət az so'zlab ba'zilari. Shunda qipti yo nima uchun muhaddislar 4000, 5000, 6000 hadislarni qo'rqmay rivoyat qilolgan deganda sahabalarning ba'zilari haqiqatan lafzi ya'ni so'zma-so'z, harf deganmay lafzi jihatdan ortiqkam qilib qo'yishdan ansirab ma'nosini rivoyat qilib ansirganligi uchun rivoyat qilmagan. Chunki ularning ichida Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'xshash Payg'ambar alayhissalomning duosiga barakatiga erishgan, as tutish qobiliyati nihoyat yuqori bo'lgan muhaddislarning borlig'ini biladi. Yoki ular Payg'ambar alayhissalomning hadislarini anglaganlar, bala yo'qlarga anglamaganlar yetkizsin degan hadisni ehtiyot tushganda so'rin qarab turib, ahvol qarab turib, o'z o'rnini qo'yib turib rivoyat qilish kerak deb tushungan. Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan ba'zilari shunday ehtiyot qilib hadisni rivoyat qilmagan yoki oz rivoyat qilgan bo'lsa-mu, yana nurg'ulg'an hadislarni rivoyat qilgan. Va muhaddis olimlar sahobalardan rivoyat qilgan. Shunday qilib hadis bugungacha bizga yetib kelgan, ilm bizga yetib kelgan. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.